Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan kundalik faoliyatimiz davomida iste'mol sohasida duch kelishimiz mumkin bo'lgan vaziyatlar bo'yicha bir savolga bir javob ruknidagi muloqotimizni boshlaymiz. Eslatib o'tamiz, savollarga javoblar O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Federatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy birlashmasi mutaxassislari tomonidan taqdim qilingan. Savol: tikuvchilik sexiga berilgan buyurtmani bajarilishi cho'zib yuborilmoqda. Bunday hollarda shartnomani bekor qilish mumkinmi? Javob: O'zbekiston Respublikasi aholisiga maishiy xizmat ko'rsatish qoidalarining buyurtmani bajarish va uni berish bo'limi maishiy xizmatlarga berilgan buyurtmalarni sifatli, belgilangan tartib va muddatlarda bajarish hamda buyurtmachiga topshirish jarayonini huquqiy va texnik jihatdan talablar bilan ta'minlash maqsadini ko'zda tutadi. Shu o'rinda qoidalarga ko'ra shartnoma buyurtmachi, ya'ni iste'molchi tomonidan qanday hollarda bekor qilinishi mumkinligiga e'tiborlaringizni qaratib o'tsak. Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilish huquqiga ega bo'ladi. Agar xo'jalik yurituvchi subyekt shartnomani bajarishga o'z vaqtida kirishmasa yoki buyurtmani bajarish muddati asossiz buzilayotgan bo'lsa, agar bajarilgan ishdagi aniqlangan kamchiliklar buyurtmachi tomonidan belgilangan muddatda bartaraf etilmagan bo'lsa, agar bajarilayotgan ishda jiddiy kamchiliklarga, shartnomadan chetga chiqishlarga yo'l qo'yilgan yoki buyurtma tuzatish mumkin bo'lmagan nuqsonlar bilan bajarilgan bo'lsa, bunda agar buyum buyurtmachi materialidan tayyorlangan bo'lsa, buyurtmachi shu turdagi, shunday sifatdagi materiallardan boshqa buyum tayyorlab berilishini talab qilishga haqli bo'ladi. Shartnoma bekor qilingan taqdirda buyurtmachi zararning shartnoma bekor qilingan vaqtda amalda bo'lgan narxlarda qoplanishini talab qilishga haqlidir. Hurmatli tinglovchilar, bir savolga bir javob ruknida yana sizlar bilan uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Iste'mol sohasiga oid muammolar yuzasidan federatsiyaga murojaatlaringiz bo'lsa, federatsiya qisqa raqamli ishonch telefoni 1091 ga qo'ng'iroq qiling. Elektron murojaat yuborish uchun internet brauzeringiz oynasiga murojaat.iste'mol.uz elektron manzilini kiriting.